Gulistonda er-xotin narkolaboratoriya tashkil qilgani aniqlandi. Sirdaryo viloyati Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari o'tkazgan tezkor tadbir davomida sintetik giyohvandlik vositalari ishlab chiqarilayotgan laboratoriya aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, Guliston shahrida yashovchi er-xotin Farg'ona viloyatida tug'ilgan tanishi bilan birga uy sharoitida mefadron ishlab chiqarib, uni zakladka usulida xaridorlarga yetkazib kelgan. Tergov jarayonida 4 kg 373 gram mefadron, elektron tarozilar, mikser, gaz niqobi va boshqa jihozlar dalil sifatida olib qo'yilgan. Aniqlanishicha, ular xorijdan yuborilgan xom ashyodan foydalangan va mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida faoliyat yurituvchi xalqaro jinoiy tarmoq bilan bog'liq bo'lgan. Hozirda gumondorlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bo'yicha ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ogohlik uchun Anhor uzda qoling.